hech qachon 1-2 bo'lib boyib ketmaysiz. Agarda siz doim boshqa odamlarning qilayotgan ishiga qarab turib, ularning ishi yursa o'sha ishni qilishga urinsangiz yoki bo'lmasam boshqa odamlarning ishi yurmasa, demak bu ish yaxshi bo'lmas ekan deb o'ylab u ishdan qochsiz. Shuning uchun hamma odamning rizqini Alloh har xil yo'nalishda berib qo'yadi. Kimdir o'xshamayotgan, kimdir eplolmayotgan ishda siz qilsangiz juda ham zo'r bo'lib rivojlanib, katta daromadlar ko'rishingiz mumkin. Biz shunaqa apparatlardan birini bugun sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ey biznesmenlar, assalomu alaykum. Bu sizlarga tanishtiradiganimiz pushka popkorn apparati bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, полностью informatsiyalarini va videoda ishlash videosini ham video orasiga montajlab qo'shib qo'yamiz. Video obzorni boshdan oxirigacha ko'rib, kanalimizga albatta like va podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Biz uchun sizlar fikrlaringiz juda ham muhim. Ushbu popkorn apparatimiz traditsionniy pushka popkorn apparat deb ataladi. Mana bu yerda o'sha gaz ballonida gaz dullab qo'yib turib, garelkasini yoqasiz. Ya'ni bu yerda gaz yonib, bu popkorn apparatimiz qozonga solingan popkornni ichkaridan pishirib berib, quvurtlar aylanib turadi, elektrik bo'ladi. Aksiga o'sha 12 volt tokka ulab qo'ysangiz, akkumulyatorga ulab qo'ysangiz, motorchiga aylanaveradi. Ruchni aylantirish shart. Endi xohlasangiz tok bo'lmasa, ruchni aylantirib tursangiz bo'ladi, tindirmasdan. Popkornlarimiz pishganidan keyin mana bu ko'rib turgan narsalaringiz bu oq setka bilan bu qora rezina qop bo'ladi. Uzun bir qop bo'ladi. O'sha video montajda oxirida ishlash videosini qo'shib qo'yganimizda ko'rib olsalaring bo'ladi, qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Pishganidan keyin shunday tomonga olasizda, qopga bu og'zini to'g'irlagan holatingizda bitta ochsangiz, xuddi portalagandaqa, pushkadan o'q otilgandaqa, Napoleon Bonaparte pushkasidan o'q chiqqandaqa popkornlar sochilib chiqadi. Xuddi shu tarzda pishiriladi. Traditsionniy popkorn apparatimiz pushka apparati deb ataladi. Kommentariyada pushka deb yozib qo'ysangiz, to'liq informatsiyalarini, narxlarini sizlarga tashib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, ishlash videolarini ham ko'rib olinglar. Bizda Starmax biznes uyida hozirda nalichida mavjud. Kimga nima qanaqa apparatlar bo'linmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qolgan videolarimizni ham ko'rib, aloqaga chiqsalaring, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring bo'ladi. Biz sizlarga O'zbekiston bo'yicha va qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham bemalol yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska esdan chiqmasin.